Sizning miyangiz o'zini o'zi shikastlashi mumkin. Buni bilarmidingiz? Gapirib beraman. Bahonada bugungi 16-kun mashqini ham men bilan birgalikda bajarib oling. Bugungi harakatlar mana shundan iborat. Tasavvur qiling, uyingizda qo'riqchingiz bor va qo'riqchining vazifasi nima? Xavfni aniqlash va uyni himoya qilish. Lekin tasavvur qiling, ba'zan bu qo'riqchilar shunaqangi aktiv bo'lib ketadiki, uyingizning devorlarini ham buzishni boshlaydi. Miyada ham xuddi shunday qo'riqchilar bor, ular mikrogliyalar deb ataladi. Ularning vazifasi viruslarga qarshi kurashish, o'lgan hujayralarni chiqarib tashlash va jarohatdan keyin hujayralarning qayta tiklanishiga yordam berish. Ammo ba'zan bu mikrogliyalar shunaqangi faol bo'lib ketadiki, sog'lom neyron hujayralarga ham o'zining ta'sirini o'tkazishni boshlaydi. Bu holatni olimlar neyrovоспаление, ya'ni neyroyallig'lanish deb atashadi. Mashqimizni ozgina murakkablashtiramiz. Mana bu tarzda murakkablashtiramiz. Mikrogliya sog'lom miya uchun juda ham zarur. Ya'ni u o'rganish uchun, xotira uchun, infeksiyalardan himoyalanish uchun juda ham kerak. Ya'ni miyaning immun tizimi desak ham bo'ladi. Muammo uning o'ta faol bo'lib ketishida. Mikrogliyalarni o'ta faol holatga olib keladigan narsalar nima? Ya'ni yetarli jismoniy harakat qilmaslik, uyquning yetarli bo'lmasligi, nosog'lom ovqatlanish va surunkali stress mikrogliyalarning o'ta faol bo'lishiga olib keladi. Demak, biz mikrogliyalar faolligini me'yorda saqlashimiz uchun ham kerakli miqdorda jismoniy harakat qilishimiz, sog'lom va yetarli uyquga ega bo'lishimiz, sog'lom ovqatlanishimiz va stresslardan himoyalanishimiz kerak. Mashqimizni yakunlaymiz. Ba'zan miyamizning dushmani tashqaridan emas, balki ichkaridan ham bo'lishi mumkin. Aziz do'stlar, agar mana shunday ilmiy ma'lumotlar siz uchun qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling va bugungi mashqni bajara olgan bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini yozib qoldiring.